O'tror fojiasi nafaqat Xorazm, balki butun insoniyat tarixida burilish yasagan voqealardan biridir. 1218-yilda Chingizxon Xorazmshoh Alovuddin Muhammad huzuriga savdo va tinchlik aloqalarini o'rnatish maqsadida 450 nafar musulmon savdogardan iborat ulkan karvon yuboradi. Karvon Xorazmshohlar davlatining chegarasidagi eng yirik shahri O'trorga kelib to'xtaydi. O'tror hokimi Inolchiq Xoyirxon karvonni to'xtatib, ularni josuslikda ayblaydi. Bunga bir nechta taxminiy sabablar bor. Karvon tarkibida haqiqatdan ham hududni o'rganuvchi ayg'oqchilar bo'lgan bo'lishi mumkin. Karvondagi katta boylik Inolchiqni vasvasali solgan. Ayrim manbalarda savdogarlar orasida Inolchiqni ismi bilan chaqirib, unga hurmatsizlik qilganlar bo'lgani aytiladi. Ba'zi manbalarda Inolchiq shohning bevosita ruxsati bilan, boshqalarida esa o'zboshimchalik bilan ish tutgani qayd etiladi. Natijada savdogarlar qatl etiladi va mollar talanadi. Faqat birgina tuyakash qochib qutulib, voqeani Chingizxonga yetkazadi. Chingizxon bu voqeani eshitib, Xorazmshohga elchilar yuboradi va Inolchiqni topshirishni talab qiladi. Inolchiq Xorazmshoh Muhammadning yaqin qarindoshi edi. Shu sababli shoh uni jazolash yoki Chingizxonga topshirishga jur'at eta olmaydi va uni himoya qiladi. Elchilarning boshlig'i esa qatl etiladi. Qolganlari haqoratlanib ortga qaytariladi. Bu urush e'loni bilan teng edi. 1219-yilda Chingizxon 200 minglik qo'shin bilan O'trorni egallaydi. Inolchiq oxirigacha qarshilik qiladi. U tiriklayin asir olinib qatl etiladi. Tarixiy manbalarda aytilishicha, uning ko'zlari va quloqlariga eritilgan kumush quyilgan. Bu jazo boylikka berilish va davlatni halokatga olib kelgan qaror uchun ramziy qasos sifatida talqin qilinadi.